fakt. Cristiano Ronaldo haqida top 5 faktlar. Ikkinchi qism. Birinchi fakt. Cristiano Ronaldo har daqiqada gol urib chiqqan birinchi futbolchi hisoblanadi. Cristiano Ronaldo qo'shimcha daqiqalarda ham eng ko'p gol urgan futbolchi hisoblanadi. Ikkinchi fakt. Cristiano Ronaldo eng ko'p yillarning eng yaxshi to'purari hisoblanadi. Cristiano Ronaldo 5 marotaba yilning eng yaxshi to'purari hisoblanadi. Uchinchi fakt. Cristiano Ronaldo Chempionlar Ligasida bir mavsumda eng ko'p gol urgan futbolchi hisoblanadi. Cristiano Ronaldo 2013-2014 yillardagi mavsumda 11 ta o'yinda 17 ta gol urib, Chempionlar Ligasining bir mavsumda eng ko'p gol urgan futbolchi hisoblanadi. 4-fakt. Cristiano Ronaldo 30 yoshdan so'ng eng ko'p gol urgan futbolchi hisoblanadi. Cristiano Ronaldo 30 yoshdan so'ng 450 ta gol urgan yagona futbolchi. 5-fakt. Cristiano Ronaldo bir mavsumda Oltin to'p, Oltin butsi, Pushkas, Chempionlar Ligasi, klublar o'rtasidagi jahon chempionatini bir mavsumda yutgan yagona futbolchi hisoblanadi. Va Cristiano Ronaldodan tashqari hech qaysi bir futbolchi bu 5 ta sovrinni hammasini yuta olmagan. Bundan da qiziqroq videolar profilda obuna bo'lishni maslahat beraman.